Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Samyunvanni Xitoydan kelayotgan Samyunvan bilan nima farqi bor? Qanday o'rtasida farqlar bor va ta'sirida qanaqa farqlari bor? Sizlarga qo'ldan kelgancha tushuntirib beraman va O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Samyunvanni tarkibida nima mahsulotlar bor va qanday ta'sir qilish xususiyatlarini ham bir boshdan aytib o'taman. Birinchi o'rinda hammani xabari bor, ya'ni Samyunvanni oldin ichib ko'rganlar bilishadiki, ya'ni Indoneziyada ishlab chiqarilgan deb sotiladigan, o'zi aslida Xitoydan poddelka bo'lib keladigan Samyunvan. Bu gapni bek havodan gapirayotganim yo'q, shu gapimga isbotini ham keltirib beraman. Birinchi o'zi boshida Indoneziyadan chiqqan bu mahsulot tarkibi chindan ham tabiiy bo'lgan va rezultati ham shunga yarasha bo'lgan, natijalari ham yaxshi bo'lib mashhur bo'lib ketgan edi va Xitoydan keyin boshladi bu mahsulot. Tarkibi ham o'zgarib ketdi, ya'ni ta'siri bir xil, ishtahani ochadi, semirtiradi, lekin tarkibi umuman boshqa narsa, ya'ni ximikatdan iborat bo'lib, tabiiyligi umuman qolmadi. Oxirgi vaqtlarda umuman birinchi kelayotgan original Samyunvan o'zi qolmagan edi. O'zbekistonga kirib kelish to'xtagan edi. Shuni hisobiga ham biz O'zbekistonda o'sha narsani ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik, shu sababli ham. Endi sizlarga farqini tushuntirib o'taman. Hamma biladi, o'sha eski Samyunvan Xitoydan kelayotgani bir 20 talikda yo 21 ta bo'lishi mumkin, yo 20 ta ikki xil variant bo'lardi. Ichasiz, joyiga masalan kuniga bir donadan ovqatdan keyin ichilardi va juda tez ishtahani ochardi. Tasavvur qilish ham qiyin bo'lgan darajada juda ham ishtaha ochilib, hattoki uxlolmay chiqadiganlar ham bor ediki, ovqat yemasa, och qoringa uxlamasdan ovqat yeb chiqadiganlar ham bo'lgan. Biz ham sotganmiz shu narsani. Buni vazifasi shunaqa edi, ishtahani juda ochib yorardi, juda tez ta'sir qilardi, ya'ni sababi u ximikat edi. Tabiiy narsa juda tez ta'sir qilmaydi va o'sha bir oy davomida, 20 kun davomida sizda 4 kilodan 10 kilogacha, 12 kilogacha ham vazn to'plaganlar bor. Qanday vazn to'plardi? O'sha ichgan odamni badaniga suv to'planardi, suv yig'ilardi. O'sha kapsula ta'sirida suv yig'ilardi va ichgan odam xuddiki sharga o'xshab shishib qolardi. Ya'ni yuzlari ham, qorini ham, hamma joy badani suvga tarrang bo'lib qolardi. Tarrangda sharga yorilaman deb turgan shar bo'ladi, o'shanga o'xshab shishib qoladi. Buni ichib ko'rganlar yaxshi biladi, o narsani o'ziga his qilib ko'rgan va ichib tugatardingiz va 1 oy, 2 oy o'rtacha vaqt o'tardi, yana o'z holingizga qaytib qolardingiz. Sababi siz badaningizga suv yig'dingiz va suvni chiqazib yubordingiz badaningizdan ozgina vaqtdan keyin, ichmay qo'yganingizdan keyin. Buni foydali tarafi bormidi? Bor edi, ishtahani ochardi, metabolizmni yaxshilardi. Lekin jigarga ancha nagruskasi bo'lardi. Masalan, sog'lom odamga bitta ichganda ta'sir qilmasligi mumkin zarari, lekin ozgina jigarda ozgina misol kasalligi bor odam yoki o'zi sal nozikroq odam bo'lsa, birdan Samyunvanni ichib bo'lgandan keyin bir davolanib chiqmasa bo'lmaydigan holatga kelib qolar edi. Ayni oxirgi vaqtlarda shunaqa bo'lib qolgandi. Biz shuni hisobiga biz u Samyunvanni sotishni to'xtatgan edik. Ya'ni o'sha inson klientlarimiz telefon qilib shunday mazam qochib qoldi, mana shunaqa vaziyatlar bo'ldi deb aytishgandan keyin unday ziyon bo'ladigan bo'lsa sotmayman deb o'zim to'xtatgan edim. Keyinchalik baribir insonlar, odamlarda bu mahsulotga talab bor, ya'ni ishtaha ochishni xohlaydi, semirishni xohlaydi, doim talab bo'lgan. Shu talabga muvofiq biz ham bozorda ko'ryapmiz. Bu Samyunvan ayni hozirgi vaqtda 2025-yilda ayniqsa O'zbekiston hududida sotish taqiqlangan. Ya'ni birinchidan bu tabiiy emas, ximikat, xat hujjati yo'q. Ertaga kimdir o'lib qolsa ham yoki bir mazasi qochib qolsa ham
nimadir bo'lib qolsa ham unga javob beradigan javobgar shaxs yo'q. Ya'ni O'zbekiston hududiga aylanma yo'llar bilan olib kiriladi. Tamojnadan o'tmaydi, davlat ro'yxatida yo'q. Taqiqlangan, sotish taqiqlangan mahsulot bo'lgani uchun bu baribir talab bor. Talab bor joyda taklif ham bo'ladi. Biz shu narsani harakatini qildik va o'sha zavodga bilan gaplashdik. 100% o'sha tabiiy holatda tabiiy giyohlar bilan o'sha mahsulot ishlab chiqarishga harakatini qildik va 4 oy deganda mana shu natijaga yetdik. Ishlab chiqarildi. Ya'ni 2025-yil fevral oyidan mana sotuvga chiqdi. Uzun marketga ham sotuvga chiqishga tayyorlanyapmiz. Ya'ni hujjatlariga ozgina kamchiliklari bo'lgani uchun u ham yaqin kunlarda uzun market place'ida ham savdoga chiqadi. Ya'ni bizning mahsulotimiz. Bu endi bizning mahsulotning ta'sirini va afzalliklarini aytib o'taman. Bu birinchidan 100% tabiiy, hech qanaqa ziyoni yo'q. Badaningizga suv yig'ib, keyin yana suvni chiqazib yorib, ya'ni ves olasizda, keyin vesni qaytarib yoradigan emas. Nisbatan baribir ham masalan ovqat yemay qo'ysangiz qaytishingiz mumkin. Juda kam bo'ladi u narsa. Asosan qoladi o'zingizda o'sha yiqqan vesingiz. Ta'siri jihatidan masalan eski samyunvan bir qutisida 20 dona kapsulani ichib siz birdan 10 kilo ves olgan bo'lsangiz, bunda o'sha jarayon ozgina sekinlashadi. Ya'ni siz bitta qutini ichganingizda 20 ta kapsula ichganingizda birdaniga 10 kilo ves olishingiz ilojsiz. Ya'ni bu yana qaytarib o'taman, 100% tabiiy narsa sekin ta'sir qiladi organizmga. Sekin o'sha ta'siri sekin asta ta'sir qila boshlaydi. Shuni hisobiga ham 3 pachka ichasiz. 3 pachkasi bir kurs hisoblanadi. Ya'ni 60 dona kapsula degani bu. O'sha 3 pachka ichganingizda o'sha 5 kilodan 10 kilogacha ves, ya'ni vazn yig'ishingiz mumkin bemalol. Ishtahani ochadi. O'sha ta'sirlari bor. O'sha avvalgi samyunvandagi olgan natijalaringiz bo'ladi. Faqatgina bitta pachkada emas, 3 ta pachkada o'sha natijaga erishasiz. Va erishilyapti ham. Mijozlarimizga jo'natyapmiz, savol javob qilyapmiz, otib olyapmizda. Shunaqa aytishyapti. Ya'ni boshida natija yo'q edi, lekin mana davom etyapman. Ishtaham ham zo'r ochildi, sekin vazn ham yig'yapman deb aytishyapti u narsani. Biz boshida u narsani aytmadik. Ya'ni o'zimiz ham hali uni sinab ko'rmagan edik. Mana sekin-sekin mana mijozlarimizdan so'rab bilib shu narsalarni sizlarga ham yetkazyapmiz. Bu mahsulotni ichish mumkin bo'lmagan insonlar ham bor. Ya'ni hamma ham 100% hamma ham ichish mumkin emas. Hattoki tabiiy giyohlardan bo'lgan taqdirda ham 100% hammaga mumkin emas. Sababi baribir tarkibida kuchli ta'sir qiladigan giyohlar bor. Bu giyohlar Hindistondan olib kelinadi. Ya'ni o'zimizda yo'qlari Hindistondan olib kelinadi va O'zbekistonda qadoqlanadi. Mumkin, kimlarga mumkin emas? 6 yoshdan kichkina bolalarga mumkin emas ichish. Homilador ayollarga ichish mumkin emas. Buni keyin farzandli bo'lgan, ya'ni emizikli farzandi bor ayollarga 6 oylikdan kichkina bo'lsa, masalan farzandli bo'ldi, hali farzandi 5 oylik bo'lgan, hali 6 oyga o'tmadi. Ularga mumkin emas, lekin 6 oydan tepada, masalan farzandli bo'ldi, 7 oy bo'lgan tug'ilganiga emizikli. Ularga ichsa bo'ladi. Ichish tartibi avvalgi samyunvanda ovqatdan keyin bir mahal ichilar edi. Endi sizlarga sababini tushuntirib beraman. Nima uchun ovqatdan keyin edi? Birinchidan bu juda tez ta'sir qilardi. Ximikat edi. Ximikat narsani, ya'ni o'zlaringiz ham bilasizlar, oddiy dorini ham och qoringa ichib bo'lmaydi. Sababi ziyoni bor. Samyunvan ham xuddi shunaqa. Endi Xitoydan kelgani. Ximikat bo'yotibdi, turgan turishi. Ovqatdan oldin ichsangiz o'z zarari bor, undan
zarari yana ham kuchayadi, ta'siri. Shuni hisobiga ham ovqatdan keyin ishlar edi. Bizda ishlab chiqarilayotgan samyunvan kuniga 2 mahal ichiladi. Ovqatdan oldin 20 daqiqa yoki yarim soat oldin ichiladi. Sababi bu giyoh oshqozonga tushadi va 20 minut, yarim soat ichiga organizmga singib ketadi. Keyin ovqat yeyaverasiz, ham ishtahani ham ochadi, ham yegan ovqatingizni yuqishiga yordam beradi, metabolizmni kuchaytiradi. Video davomida yana ham qo'shimcha xususiyatlarini ham aytib o'taman. Shuni hisobiga ham bitta qutisi 10 kunga yetadi. 3 pachka, ya'ni 1 kursi 1 oyga yetadi. Siz buni olasiz. Siz xohlang uzun marketdan oling. Asosan baribir uzun market ilovasida sotiladi bu narsa. Olasiz. Birinchi ichishdan oldin taroziga tortinasiz va 1 oy davomida 3 pachkani ichasizda, yana 10 kundan keyin taroziga chiqasiz. Sababi 30 kun ichdingiz, o'sha 30-kun ichgan kapsulalaringiz ta'siri bir hafta 10 kunlarda o'zini ta'sirini sekin ko'rsatib boradi-da. Olasiz, masalan, taroziga chiqasiz, 1 oy davomida ichasiz va yana 10 kun oradan vaqt o'tkazib, keyin taroziga chiqasiz. Sizga haqiqiy qancha vazn yig'ganingizni o'shanda bilishingiz mumkin. Farqini menimcha qo'ldan kelgancha tushuntirib berdim va narxi ham u samyunvandan ko'ra bu qimmat bo'ladi. Ya'ni bir pachkasi 150 ming so'mdan. Birinchi o'rinda tarkibida qovoq urug'i ekstrakti mavjud. U ishtahani oshirishga yordam beradi, letargiya va zaiflikni yo'q qiladi. Markaziy asab tizimini rag'batlantiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, kilogramm ortishiga yordam beradi va chidamlilikni oshiradi. Keyingi mahsulot indov urug'i ekstrakti. Taloqqa kislorod yetkazib berishni ta'minlaydi, energiyani tejash orqali ortiqcha terlashni oldini oladi. Keyingisi sachratqi ekstrakti. Revmatizm, artrit, surunkali yo'tal va diareyani davolash uchun ishlatiladi. Shuningdek, u bel va tizzalardan og'riq va og'irlik hissi uchun ishlatiladi. Keyingi mahsulot achchiq shuvoq ekstrakti. Tanadagi hayotiy moddalarni tiklaydi va yurakni mustahkamlaydi. Tanada kislorod miqdorini oshiradi. Bu tana hujayralari va to'qimalarining ovqatlanishi va ozuqa moddalarining yaxshiroq so'rilishini yaxshilaydi. Surunkali charchoqni kamaytirishga yordam beradi. Keyingi mahsulot o'lmas o't ekstrakti. Tibbiyotning taniqli vositasidir. Tananing sog'lig'ini qo'llab-quvvatlaydi va yaxshilaydi. Operatsiyadan keyin davolanishni tezlashtirishga, jismoniy faoliyatdan keyin to'qimalarni tiklashga yordam beradi. Adivanchik ekstrakti asab tizimiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Adivanchik ekstrakti qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi. Shuning uchun organizm tomonidan metabolizm va moddalarning so'rilishini yaxshilaydi. Jenshin ekstrakti immunitetni oshirishga ta'sir qiladi. Tarkibida aminokislotalar, lesitin va vitaminlarning boy to'plami mavjud. Uzoq muddatli kasallikdan keyin bemorlarda tananing zaif funksiyalarini rivojlanishiga yordam beradi. Immunitetni oshirishda rol o'ynaydi. Mana shu ko'rib turganingiz hamma tarkibida bor va 100% litsenziya va sertifikatlari bor. Prosta shunchaki aytilayotgan, yozib qo'yilgan tarkib emas. Kimyoviy moddalar umuman yo'q. Biz bu mahsulotni 100% hamma dokumentlarini qilganmiz va samyunvan nomini ham patentlaganmiz. Ya'ni kimdir boshqalar ishlab chiqargan taqdirda ham uni sotish huquqi va ishlab chiqarish huquqi bizga tegishli.